Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bugun 27-mart. Mana Ramazon ham tugab qoldi. Bugun Zollon Motorol zavodidan qisqacha bir video qilib motorollarni bir ko'rsatamiz. Xo'p, motorollarimizni hammasidan hozirgi kunda bor. 1,5 tonnadan boshlab 2,5 tonna yuk olishga moslangan motorollarimizdan bor. Bizda motorollarning narxi 26 million so'mdan boshlab 39 million so'mgacha bo'lgan motorollarimiz bor. 26 million so'mlik motorolimiz ham 1,5 tonna yuk olishga moslashtirilgan. 1,5 tonna yuk oladi, 100 kilometrga 4-5 litr benzin rasxod qiladi. Xo'p, yukxonalarimiz 1.30 ga 220, balandligi 80 sm. Hozir mana shu motorolni men sizlarga qulayidan ko'rsatib bersam, bu motorollarimiz qishda hamma motorolimizni qishda rollari isiydi, qiziydi. Bu spirali bor, yoqib olib qishda qo'llar isib ketsa bo'ladi. Ramalarimiz, hamma motorolimizda rama profillarimiz 10 ga 5 profildan qilingan. Juda ham qalin, mustahkam qilingan. Bilasizlar, motorollarda asosiy suvayi qalin bo'lishi kerak. Yuk asosiy tushadigan narsasi ramasi hisoblanadi. 10 ga 5 profildan qilganmiz. Xo'p, bu motorimiz 200 motor hisoblanadi. Oldida pol kabinasi bilan birga. Oyna artadiganlar avtomatik, qishda rollari isiydi. Mana oyoq qo'yadiganlari ham kattadan. Oldida bitta odam o'tirib olsa ham bo'ladi, sondiq qilib ishlatsa ham bo'ladi buni tagini. Xo'p, bu motorimizning yukxonasi uzunligi 220, eniga 1.30, balandligi 80 sm, ikkiga bo'lib ochilinadi bu. Mana unda ko'rsatib beraylik, olib keling. Ikkiga bo'lib ochilishining sababi bu chorvalarga moslashtirilgan, balandlik qilingan. Yukxonalarimiz listlardan yaxshi listlardan yasalgan bu. Xuddi mana shu holatda, mana kerak bo'lmasa buni olib qo'ysa ham bo'laveradi. Ikkiga bo'lib ochilinadi. Hozirda buni olib qo'ysa ham bo'laveradi. Agar chorva kerak bo'lsa, buni ishlatsa ham bo'laveradi. Motorollarimiz sifati ancha yaxshi. Damas diska balonlarda yumshoq bo'lish uchun. Motorollarimiz har bittasining tagida tiyagasi bor. Kuchsiz holatda motorolning orqasi sakrab yurmasligi uchun tiyagalar qilingan. Motorol tagini ko'rsatib qo'ying-da. Tiyagalarni ko'rsatib qo'ying. Tiyagalar qo'yilgan motorollarga, amortizatор, tashqari risollar, hamma yo'g'i ancha sifatli motorollarimiz. Bizda motorollarimiz 26 million so'mdan boshlab 39 million so'mgacha bo'lgan motorollarimiz bor. Mana shular 39 million so'm. Bular 2,5 tonna yukka moslangan. Ham ontaradigan samaslar bular. Bizga nomerlarni qo'yamiz, Telegramda yozsanglar, batafsil rasmlarini, narxlari bilan tashlab beramiz. Bizning manzillarimiz, bazamiz Andijon viloyati Sharg'onda joylashgan, lekin magazinlarimiz Xorazmda bor, Toshkentda bor, Farg'onada bor, Andijonda bor. Aloqaga chiqaverasizlar, yetkazib berish xizmatlarimiz ham bor. Kelishib yetkazib ham beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.